bo'lmay qolmaydi, uqmay qolmaydi, bilmay qolmaydi, qig'il qo'ymay qolmaydi, qig'izmay qolmaydi degandek gaplarni deysizlar-ku. Davlat tilidami bu gapni bek jiq deymiz, bunu turmushda bek deymiz, ha. Undaqda, mushu davlat tilidagi shuang cho'ngfo deyinchi, ya'ni mushu qaytlangan inkor jumlani qandaq ifodalaymiz, shuni o'rganib olaylik do'stlar. Masalan, bu cho'ng ishni uning dadasi uqmay qolmaydi desak, 这么大的事他爸爸不会不知道。这么大的事 buncha cho'ng ish, 他爸爸 uning dadasi 不会不知道 uqmay qolmaydi. Ha, men yerga 知道 degan bilish, uqish, 不知道 uqmaslik bir qatam inkor qilyaptiq, ha. Endi uqmaslikni yana qolmaydi bo'lsa 不会不知道, 是吧? 他爸爸不会不知道 uning dadasi uqmay qolmaydi. İkinci cümle. Men sizga eskartmagan emas. Men sizga eskartmagan emas. Avval eskartish degan so'zni bir takror qilib eslataylik. 警告, 是吧? Eskartish. 我不是没警告过你. 我不是没警告过你. Men qanaq 不是 qilmagan. Nima qilmagan? 没警告 eskartmagan. 我不是没警告过你. Men sizga eskartmagan emas. Men sizga eskartmagan emas. Bu mu hozir qaytlangan inkor jumla bo'ldi, ya. 我不是没警告过你. Men sizga eskartmagan emas. Mening uningga yordam qilg'im yo'q emas. Mening uningga yordam qilg'im yo'q emas. 我不是不想帮他. 我不是 men emas. Nima emas? 不想帮他. 不想 xohlamayman. 帮他 yordam, uning yordam qilish. 不想帮他 uningga yordam qilishni xohlamayman emas. 我不是不想帮他 men uningga yordam qilishni xohlamayman emas. Men uningga yordam qilg'im yo'q emas. 你生了这么大的病，老师不会不让你休息。你生了这么大的病， siz shuncha cho'ng og'rib qolgan tursangiz-gina, 老师不会不让你休息. Muallim sizga ruxsat bermay qolmaydi. 不会 qilmaydi. Nima qilmaydi? 不让你休息. Sizni aram og'ili qo'ymay qolmaydi. 不会不让你休息. Sizni aram og'ili qo'ymay qolmaydi. Men yerdagi rang degan anda qig'izish, manda qig'izish falan ishni qilishga qo'yish deganni bildiradi. Bu rang bo'lsa qo'ymaslik, ash ishni qig'ilib qo'ymaslik. 不让休息 dam og'ili qo'ymaslik. 不会不让休息 dam og'ili qo'ymay qolmaydi. 老师不会不让你休息. Muallim sizni dam og'ili qo'ymay qolmaydi deganni bildiradi. Endi mushkil ifodalash pek muhim do'stlar, turmush cho'qqimki deb qolamiz mushta gaplarni. Degan mushunchalik tunishib chiqaylik. Buning tafsiloti, ya'ni qurilmasi necha xil shaklda bo'ladi. Men keyingi sonda texmi tafsili tushuntirib qo'yman. Masalan, filmning vaqti bek uzrab ketdi. Shunga yurakni besib Ganjuni besib keyingi sonki mazmunga diqqat qilinglar. Mushu 2-3 film orqali mush qurilmalarni biz to'g'ri egalib olaylik, o'zimizning qilib olaylik. Buningki turmushdami bemalol dialogdek bo'laylik. Qaymoqib ketish sal ko'p yuz berdi-chu majmul shaklda. Qaymoqmoqdek qilib o'rganib olaylik. Andan yana desam, yana shu atdigan oqshomda 1-2 soat vaqtni do'yin ko'rib, telefon ko'ribmi o'tkazib yetyapsizlar. Do'yin telefon ko'rganda o'niga o'rganishga vaqt chiqaray deydigan do'stlar bo'lsanglar, o'zinglarning vaqtini o'zinglar o'rlashtirib turib, kunda bir darsdan o'rganib mangdigan, mayli 0 saviyadan boshlab o'rganing, mayli yuqori saviyani o'rganing, mayli o'rta saviyani o'rganing, sistemli holatda 3 oylik o'rganish plani tuzib turib, 3 oy izchil o'rganishni davom qila olayman deydigan do'stlar, men ayrim uchur qilsanglar bo'ladi. Darslarimiz butunlay bir-birsiga bog'langan holatda sizlar o'rganishga paylasangiz, irodangiz bo'lsa, bizga hozir agishib, izchilar uzilib qolmay ma'lumotdan o'rganishlarimiz 1 yildan oshgan o'rganishlar bor. Saviya deganda xeyli ilgirlash bo'ldi. Sizmi shu saviyaga yetalaysiz. Yana boshqalarning og'ziga qarab nim degandi, nim deydi, nim desam bo'lar deb ish bijaganda bo'lsin, savdo tijoratingiz bo'lsin, qiynalib qolgan ish bo'lmaydi. Mush bilim deganda shu o'zimizning qo'sqib bo'lganda, anandagi boshqalarga yalvarmay shu vaqtning o'z ishimizni hal qilib bo'ladi. Başqa narsani so'rab elib, qaytirib berib qilib bo'lgan bilan, men bilmagan narsa shu bilmagan joyimizdan chinib